Hozir o'zingiz eshikni ochib chaqirdingiz, anta mana shu yerda gaplashamiz. Kiyimim yuqadi deysiz, to'g'rimi? Muzlayapman dedingiz. Bo'pti, ichkari gaplashamiz. Yo'q, nima bor ichkari? Yo, erkaklar, eringiz bormi? Hech narsa qilmaydi, erim yo'q. Voy. Kim bular? Ha? Ko'rmaysanmi? Yo'q, g'alatimisiz? Bitta erkak kishi turibdi-yu, qanaqa kiraman uyga? Bitta shu. Olib bering, bitta bering, ko'rsak ko'rib keta qolayman uyga. Bu Android-u. Nima farqi bor? iPhone'ga o'xshaydi-yu. iPhone'ga o'xshaydi? Yo, Vivo ekan. Men bunaqa telefon olmayman-ku. Men sizga iPhone olaman. iPhone deb chaqirdingiz-ku. Bitta nima farqi bor o'xshaydi iPhone'ga? Yo, buni ola olmayman. Nech pul olasiz? $200. Yo'q, 300 ming bera olmayman bunga. Yo'q. Ha. Ko'rganda. Yo, reallik lekin. Men ham to'g'ri muzlab qoldim. Qo'llarim qaltirab qolgan. Men muzlayni qarang. Bekordan bekor chaqiribsiz-da. $150 beryapti. Hop, sansiramang. Men sansiramayman. Sansiramasdan gaplash. Hop. Turishingni qara. Nima qilib turishimni? Jinnimisan, ha? To'rko'z. Olma telefoningni. Ol endi, shuncha anaqa qildim-ku men. Sen deb suvda turibman. Hop, men nima sovutib turgan bo'lsang, isitib qo'yishim kerak emas, to'g'rimi? Isitib qo'yasan kerak bo'lsa. Yo, menga qara, men 400 mingga ola olmayman. Klient deb chiroyli muomala qilyapman. $100. Yo, $100 qilmayman men. Shundoq 500 ming beraman. 500 mingga rozi bo'lsang olaman. Demasang foydali narsa